Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz sport tarixi sahifalarini varaqlashga harakat qilamiz. Ya'ni turli sport turlarida turli vaqtda bo'lib o'tgan voqealarni, shaxslarni va hodisalarni eslaymiz, muhokama qilamiz. Balki bahslashamiz. Lekin bilmadim. Tarix juda qiziq. Sport katta ko'lamdagi voqealarni qamrab oladi va bugun biz professional boks mavzusi bilan boshlashga qaror qildik va professional boks deganda futbol bilan bir qatorda meni bolaligim, ya'ni 90-yillar oxiri 2000-yillar avvalidagi davrda Davron Fayziyev ismi yodimga keladi. 2000-yillarning o'rtasi ring qirollari dasturi bilan Davron aka bugun biz bilan birgalar. Assalomu alaykum Davron aka. Alaykum assalom. Barchaga assalomu alaykum. Davron aka, bu mavzu bilan kirish qilishni istadim, chunki biz yozib olyapmiz. Yozib olayotgan kunimizda boks trendda deyishimiz mumkin. Murodjon Ahmadaliyev mutlaq jahon chempionligi uchun ringga ko'tarildi. Afsuski mag'lubiyatga uchradi. Bu professional boks, havaskor boksda Liverpulda ajoyib natijalar qayd etildi. Va menimcha bu sabab uchun yetarli. Shu uchun Canelo Crawford jangi. Mana Canelo Crawford jangi. Kecha o'zi o'sha o'zbek segmentida Murodjon Ahmadaliyev jangi ko'proq urg'u bo'lib ketdi. Faqatgina siz boshqa janglarni ham, ya'ni Murodjon Ahmadaliyevning jangidan tashqari boshqa janglarni ham yoritib bordingiz deyish mumkin. Men boshqa hech kimda ko'rganim yo'q. Ya'ni o'sha Crawfordni ham umuman boks qaytayotgandek taassurotni kecha berdi. Lekin 2000-yillarda umuman boshqacha edi. 90-yillar, 2000-yillar avvalda biz ring qirollari dasturini yoshlar telekanalida ko'rardik, kutardik. Har doim bir katta jang berardi. Shu ko'rsatuv haqida so'ramoqchiman. Bu dasturning g'oyasi, formati, keyinchalik boshqa bunaqa formatdagi ko'rsatuvni afsuski ko'rmadik. Qanday yo'lga qo'yilgandi, bir eslasak. O'zi ring qirollari dasturi bu Davlat aka Turdaliyev rahmatli asos solgan ko'rsatuv edi. Sal formati boshqacharoq edi. Davlat aka o'sha story formatida, ya'ni hikoyaviy tarzda boshlaganlar uni. Bokschilar haqida ma'lumot berib, tarixi, natijalari shu haqda ko'rsatuv tayyorlardilar va ishga endi kelgan paytlarimda futbol bilan bir qatorda boksga qiziqishimni ularga aytib, o'zimcha yozgan materiallarimni namoyish etib, yoritib, deylik o'sha qisqa lavhalar tayyorlab yurganimda tushunganlarki, demak boksga ham moyilligi bor ekan deb turib, o'zlari uchun inobatga olib qo'yganlar mana shu nuqtani. Va keyinchalik Davlat aka o'sha ma'lum sabablarga ko'ra chet elga safarga ketganlarida o'tkazib aytganlarki, mana ko'rsatuvim ring qirollari buni yopilib ketishini xohlamayman, sani qiziqishingni bilaman, shu dasturni senga tashlab ketmoqchiman, o'sha darajada tayyorlaysan deb umid qilaman deb. Endi u yerda tabiiyroq suhbat bo'lgan, men umumiyroq aytyapman. Yaltirib qo'ymagin deb yaxshilab gapirib ketganlar va qo'llarida mavjud bo'lgan 4-5 ta gazetani tashlab ketganlar. Ya'ni u 4-5 ta gazetada ma'lum bir yillari qaysidir bokschining hozir internetda to'la yotibdi u ma'lumot, Wikipedia. O'sha ma'lumotlarni tashlab ketganlar. U payt internet yo'q. U yerda misol uchun Joe Frazier deyilgan, tug'ilgan yili, nechinchi yil faoliyat boshlagan, qanaqa janglar o'tkazgan, chempionlik janglari kim bilan kechgan, mana shuni tashlab ketganlar. Mana ishlatsang ishlatarsan deb. Lekin men ishlatganman, buni haqida ko'rsatuv qilganman, ishlatganman. Mabodo kerak bo'lsa ishlatarsan deb tashlab ketganlar. Shu bilan boshlaganman. Birinchi o'sha Davlat akani formatida lavha sifatida boshlab turib, keyin format sal kengaygan, ya'ni ko'rsatuvni xronometrajini kattalashtirganmiz 1 soatgacha deyarli va uni deylik bir xil qolipga tushirmaganmiz. Ya'ni bir gal 40 daqiqa bo'lishi mumkin, bir gal 1 soat. Bu nimadan kelib chiqardiki, o'sha hafta davomida o'tkazilgan eng muhim markaziy jangdan kelib chiqardi. Ana o'sha eng muhim markaziy jangni deyarli to'liqligicha berardik. U 2 raundda tugagan bo'lsa, men yana lavhalar qo'shib uni boyitib deylik 40 daqiqa qilardim, yoki bo'lmasa 12 raund davom etgan bo'lsa, uni o'sha 12 raunddan 1 soatga deyarli teng taqsimlanadi. Agar
chiqib kelishlari har xil nimalarini bermasa, o'sha 1 soatga to'g'rilab turib to'liq jang berardik. Va bora bu ko'rsatuvda har hafta eng muhim jangi translyatsiya shakliga aylanib ketdi. Yozib olingan holda. To'g'ridan-to'g'ri efir berish imkon. U payt futbol ham yozib olingan holda berilardi. Seshanba, chorshanba kunlari Interfutbol kech payt berilardi. Odamlar shunga o'rgangan edi. Hali Yevropani top ligalarini jonli ko'rish degan g'oyani o'zi yo'q edi. O'sha Davlat akalar, Mirza Hakim akalar yozib olingan futbolni sharhlashardi. Yevropa futbolini. Misol Osiyo yo O'zbekiston chempionati Oliy ligasi jonli efirda sharhlanardi. Keyin jonliga o'tganmiz, boks ham keyin jonliga o'tgan. O'shani yozib olardik-da, o'sha texnik guruh bo'lardi, Artishevskiylar. Endi mualliflik huquqi degan tushuncha yo'q edi, hamma narsa erkin edi. Yozib olib turib, menga taqdim qilishardi. Men o'sha jang natijasini bilmaslikka harakat qilardim. O'zi bilish oson emasdi u payt. Birinchi bo'lib yoritish qiyin bo'lardi. Radiolarda agar chiqib qolmasa, men u jang natijasini bilmasdim. Yakshanba kuni bo'ldi jang. Men bu haftasiga avval Davlat aka payt juma kuni efirga ketardi. Keyin men uni seshanbaga o'tkazganman. Ba'zida dushanba ham ketardi. Eng katta janglarda iltimos qilardik. Telekanalni dushanba kunlariga qo'yib berishardi. Endi men omadim bor ekanki, boksning oltin davrini o'sha payt ko'rsatuvga qamrab olishga ulgurganman. U oltin davr qaysi? Super og'ir vazn toifasida porlagan yulduzlar Ali, Lewis, Holyfield, Hasim Rahmon va shunga o'xshaganlar. Va undan sal o'tib o'rta vazn toifasida super yulduzlar ulg'ayishni boshlagan. O'sha meksikalik Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez. Undan keyingi avlod Pacquiao'lar avlodi. Ular Pacquiao chiqib, Mayweather chiqib, ular o'zaro raqobatga kirishib ketishgan. Ammo baribir deylik o'sha Muhammad Ali davri bu professional boksning birinchi renessansi deylik. Mike Tyson davri ikkinchi renessans. Chunki bu yerda nima bo'lgan? Birinchi renessans ko'proq mos keladi ta'rifga. Chunki boksni bir industriya sifatida shakllanish davri. Ali personasi paydo bo'ldi. U nafaqat sportda, balki jamiyatda, siyosiy hayotda Amerika Qo'shma Shtatlar katta shaxsga aylanib ketdi va xuddi lokomotivdek o'zini ketidan boks industriyasini ham bir cho'qqiga tortib olib chiqdi. Qolaversa uning dramatik to'qnashuvlari va birinchi bo'lib Alining fenomeni shundaki, biz hozir UFC'da boksda ko'rayotgan trash toklar, PR kompaniya bularni Ali boshlagan. Tarixda bir intervyular, chiqishlar man ko'p tarjima qilardim oldin. Endi hozir vaqtim yetmayapti, lekin men aynan Alini tarjimalari menda eng ko'p deyishimiz ham mumkin. O'sha chiqishlari, intervyulari, jangdan oldin raqibga ruhiy bosim o'tkazishlari, urush janjal, bu haqda nechta filmlar olingan, o'sha intervyulari saqlanib qolingan va Ali boshlab turib PR orqali ham rivojlantirib tashlagan boksni. Ya'ni sportda PR degan narsa yo'q paytda u boshlagan shu narsani. Gap 60-70-yillar haqida ketyapti. Asosan 70 atrofida. 70 atrofida ketyapti. O'sha Jo Frazer bilan yo Jorj Foreman bilan trash toklari, janjallari, lekin Alida bitta narsa bor ediki, har qaysi intervyusini eshitib chiqsangiz 99% fikrlari asosli, haqoratlardan tashqari. Bir haqorat ham qilib turgan. Qo'pol emasu, o'zi ham keyinchalik boksdan ketgandan keyin faoliyatim tugatayotgan paytda Jo Frazerdan ham, Jo Foremandan ham uzr so'ragan. Men sizlarni shaxsiyatingizga bog'liq bo'lgan haqoratlar qilganim uchun uzr so'rayman degan. Ya'ni boks bilan bog'liq bo'lmaganda, sen deylik omadsiz odamsan, sen unaqa qilgansan, sen bunaqa qilgansan, rasvo odamsan degan gaplar uchun uzr so'ragan. Ular hayotida do'stlashib ketishgan keyinchalik. Lekin shu narsani amalga oshirgan. Mike Tyson davri bu boksni deylik telefon upgrade, ya'ni yangidan smartfonga aylanish davrimi? Smartfonga aylanish davri va deylik shouga aylanish. Bu oldin san'at edi ko'proq. Tyson davrida shouga aylandiki,
mana shunaqa bokschisi ham bo'lar ekan. Nokautlar, yorqin janglar, hujum, noodatiy texnika va Tayson ham xuddi Ali singari bitta shaxs o'laroq bitta sport industriyasini ko'tarib yuborgan. Agar hozirgi tomoshabinga tushunarliroq bo'lsin desak, bu taxminan Conor McGregor. Lekin Conordan ham yirik masshtabda bo'lgan. Chunki Tayson, endi Conor davri bu bari ijtimoiy tarmoqlar davri, bu yerda inson bitta yo'nalishga mukkasidan bir ketib qanaqadir o'ta ashaddiy fanat darajasiga yetish. Oldingi konsertlarni ko'rsanglar, Michael Jackson chiqish qilgan paytda odamlar sochini yulardi-da. Sochini yulib, baqirib, yig'lab, tomi ketib qolardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Men yaxshi ko'rgani bilan san'atkorni maksimum o'ynab kulishi mumkin bo'ldi. Devorlarga rasmlarni osib tashlash degan narsalar ham hozirgi kunda yo'q, to'g'rimi? Shuni, ha. Ali bilan farqi Taysonda sizni faoliyatingiz demoqchiman. Taysonning janglarini sharhlagansiz-da. Alining janglarini retro sifatida sharhlaganmanmi? Men hattoki ma'lum bir davrda Alini tushunmasdim, nima uchun Taysondan buyukroq deyishlar. Ma'lum u payt menga misol uchun internet yo'q, YouTube yo'q, men uning intervyularini ko'rmaganman-da. Aytib berishardi, o'sha katta avlod aytib berardi, uydagilar aytib berishardi, davlat aka ko'p gapirib berardilar, va Ali dahshat, yo solishtirma deb qo'yardilar. Nimagaligini uncha tushunib yeta olmasdim-da baribir. Keyin internet chiqdi, YouTube chiqdi, men Alining shaxsini o'rganib, kitobini o'qidim, videosini ko'rdim, kinosini ko'rdim, intervyularni o'rganib chiqdim va tushundim. Hattoki Taysonni bitta mana shunga o'xshagan bitta podkastda o'tirib gapirib o'tirganda boshlovchi savol berganda, kim buyukroq deganda yig'lab o'rgan Tayson. "O nima deyapsizlar? Sizlar qanaqa? Men bilan umuman solishdi. U qanaqa shaxs, men qanaqa?" Rostdan ham shunaqa shaxs sifatida. Tayson yomon o'rnak bo'lgan yoshligiga. Ali bilmadim endi. Menimcha dunyoda so'z erkinligi, irqiy bo'linishlarga qarshi kurashgan eng katta shaxslardan bittasi deb o'ylayman men insoniyat tarixida. Shunday. Ya'ni so'z erkinligi uchun va irqiy bo'linishlarga qarshi. Ha, u ochiq pozitsiyasini ayta olgan, o'sha Vyetnamdagi urush bo'yicha, umuman mamlakatda yuz berayotgan voqealarga ringdan tashqari munosabat bergan. O'sha restoranga kirganda, Olimpiya chempioni bo'lib, Gerdayib restoranga kirganda, unga "O'ntda o'tiring" deb fuqarolar o'tiradigan joy ko'rsatishgandan keyin Olimpiya medalini suvga uloqtirib yuborgan-ku. Qanchalik buyuk shaxsda butun umr intilib orzu qilgan medalini suvga uloqtirib, menga bunaqa medal kerak emas degan. Ya'ni Alini faoliyatini yoniga agar hayot tarzi, qilgan ishlari, shaxsiyatini qo'shadigan bo'lsak, Taysonga yaqinlasha olmaydi. Toza boksni olsak, Tayson ko'proq ta'sir qilgan deb. Toza boksni olsak. Chunki pasayish davri ham boshlanayotgandi. Alilar bo'ldi, ketma-ket yutqizishni boshladi. O'sha men haligacha o'ylaymanki, u cho'zib yuborgan faoliyatni. Erta tugatish kerak bo'lgan joyda cho'zib yuborgan. Natijada o'sha miyasi shikast yeb, Parkinson kasaliga chalingan. Ortiqcha kaltak yeyish, ortiqcha uni avlodi hammasi shunaqa bo'lgan. Chunki ular bitta emas, bir nechta avlodni sevimli shaxslari bo'lgandan keyin ular bu minbardan tushishni xohlamagan. Forma 60 yoshgacha ringga chiqmoqchi bo'lganda, 50 da chiqqan. Frazer ham agar misol sog'lig'i ko'targanda menimcha ketmasdi. Hozirgi Mayweatherlarning chiqishiga o'xshagan chiqish bo'lmaganda, to'g'rimi? Ya'ni shou emas, rostakasim. Ular davrida umuman 15 raund bo'lardi. Qoidalar qattiqroq edi. Bunisi bor. Qo'lqoplarning zichligi kamroq edi. Bu yerda zarbadan talofat ko'rish darajasi juda ham yuqori edi. U paytdagi boks hozirgidan xavfli sport turi edi. Nechtasi misol kasallik bilan tugatgan faoliyatini, undan keyin takomillashib borib, qoidalar, talablar takomillashib borib, oxir oqibat hozir ham juda xavfsiz sport deb bo'lmaydi-yu, oldingiga nisbatan sal tartibga keldi-da. Endi mana Tayson davri kirib keldi. O'sha pasayish, yulduzlar so'ndi, bo'ldi, Ali davri tugadi. Mana hozir bizda shunaqa davrda, bo'ldi, Messi, Ronaldo davri tugadi. Bo'ldi, futbolga qiziqish pasaydi degan gaplarni men ko'p eshityapman oxirgi.
Men oldin ko'rardim. Realdan Ronaldo ketgandan keyin ko'rmay qo'ydim yoki Messi ketgandan keyin Barsaga уже muxlislik qilmayapman degan gaplarni eshitdim. Xuddi o'sha davr bu Ali davrining tugashi bo'lgan. Ali davrini tugayotgan paytda bo'ldi boks cho'kadi deyilgan. O'sha payt Tayson paydo bo'ldi va umuman boshqacha shaxsiyat. Janjalkash, ko'cha hayotidan chiqib kelgan, 17 yoshdayoq titul qo'lga kiritgan, o'zi u boshqacha hikoya bilan chiqib kelyapti-da. Ya'ni ko'chada yurgan bolani Kasdamato buyuk murabbiy ko'rib qolib, zalga chaqirib turib, uning jismoniyatini tushunib qolib, ozgina sayqal bergan, harakat qilgan uni ham inson sifatida tarbiyalashga. Lekin Tayson o'sha yengil hayot jozibasiga berilib, qiziqib, baribir o'sha ayollar, ichkilik, shunga o'xshash narsalarga kirib ketib turib, o'z faoliyatini barbod qilgan. Uni boshqacha hikoyasi bor. U keyin qamalib ketdi, u keyin chiqib turib, qanaqa o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Taysonning hayoti ham xuddi Alinikiga o'xshagan bir hikoya, lekin buni insoniyatga ta'siri qanaqa-yu, buniki qanaqa? Bu yomon misol bilan bunaqa bo'lmaslik kerak degan misol messajni olib ketadi. Ali kostyumshimda diplomat, salkam siyosatchi, Tayson bu ko'cha. Sal slengda aytganda ko'cha deyishimiz mumkin. Ko'cha edi. Erta Tayson. Keyin o'zi hayron qolishimiz kerakki, Ali va Tayson davri o'rtasida, shuningdek o'sha Ali boksni cho'qqiga olib chiqqan payt, o'sha Amerikaning ko'cha hayoti boks bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Va bunda Don King shaxsiyati katta planga chiqadi. Misol o'sha 70-yillarda Amerikada yana o'sha mafiya obrazlari yuzaga chiqdi. Cho'qintirgan ota kinofilmi masalan, o'sha yillar olingan. U film qanaqadir ideallashtirgan desak, lekin New York mafiyasida Jon Gotti degan shaxs paydo bo'lgan. U ham haligi ommaviy personaga aylanib ketib qolganda, ular bir maxfiy tashkilot hisoblangan u. Lekin kitob chiqdi, film chiqdi. Bu yerdan endi eng mashhur jurnal muqovasida rasmi chiqayotgan Jon Gotti chiqib kelyapti. Va Jon Gotti hozir men bu anaqalarni o'qib hayron qolyapman. Uni komandasidagilar yoki bo'lmasa o'sha New Yorkdagi boshqa mafiya oilasi vakillari boksga bevosita ta'sir o'tkazgan. Boks natijalariga ham ta'sir o'tkazgan. Tashkillashtirish mayli, natijalariga ham ta'sir o'tkazishgan. Don King ular bilan kim bilandir ziddiyat qilgan, kim bilandir hamkorlik qilgan. Va Don Kingning o'sha balki Taysonning faoliyatini barbod qilganlardan biri sifatida aytiladi-yu, ya'ni doimiy pul. Bu yoqda Taysonning hayoti nima bo'layapti, shaxsiy hayoti nima bo'layapti, bunisiga qiziqmagan deyshadi. Bunda o'ylaymanki, baribir o'sha jinoiy guruhlarning ham ta'siri bo'lgan. Taysonning faoliyatiga qanchalik ta'sir qilgan bilmayman, lekin bir qancha bokschilar keyinchalik yillar o'tib o'sha Jon Gottining yordamchisi bor, Sammy Gravano. U qamalib chiqib hamkorlik qilib organlar bilan keyinchalik kitob yozdi. Hammasini so'zlab bergani, bir qancha bokschilar ularning protejesi bo'lgan. Ya'ni ular uchun ishlagan. Kerak bo'lsa yutqazib bergan. Yutga mana shunaqa voqealar ham bo'lgan va o'sha voqealar fonida Tayson davrida boks ham cho'qqiga chiqqan, ham bir kir sport turiga aylangan. Imijiga bir tarafdan yuksalib, bir tarafdan zarar yeta boshlagan. Buni Italiya futboli bilan ham solishtirsa bo'ladi. Italiya futboli cho'qqiga chiqqan payt u yerda ham o'sha jinoiy guruhlar aralashgan, korrupsiya avjiga chiqqan. Keyin gullab turib Italiya futboli qanchalik botqoqqa kirib ketdi. Necha yil ketdi uni o'ziga kelishi. Xuddi shu asorat boksda ham bo'ldi. Ana o'sha asoratini deb boks boshqa sport turlariga keyinchalik raqobatni boy berdi. Boks reytinglari pasayib ketdi. Endi oxirgi 5-6 yil ichida yana katta shaxslar paydo bo'lib yoki bo'lmasa o'sha mana Mayweather Pacquiao qarama-qarshiligi tugadi-yu, bo'ldi. Toki mana bu og'ir vazn toifasida Tyson Fury, Alexander Usyk, Deontay Wilderlar qarama-qarshiligi chiqib kelmaguncha yoki Canelo yulduzlik darajasiga chiqmaguncha pasayish kuzatildi. Hatto bular chiqqan paytda ham Ali bilan Tyson davriga umuman yaqiniga ham kela olmadi. Taysonni
eng yorqin 2-3 ta jangini shunchaki eslab keta olamizmi qisqa? Masalan, men endi o'ta yosh bo'lganman va xotiramda qolganlar o'sha quloqni tishlab olgan kadr Taysonda. Ikkinchisi Lyuis bilan jangdagi tirsak aralash zarba, Lyuis yo'llagan zarba agar adashmasam, tirsak aralash xotiramda qolganlari. Sizda Tayson bevosita ringdagi qaysi, endi hammasi yorqin deymiz, o'sha mashhur gap boru, katta pulga chipta xarid qilishadi va 20 soniya, 30 soniyada Tayson hal qilib qo'yadi. Sizda qaysi janglar alohida epizodlarda qolgan? James Buster Douglasga jangni boy berishdan oldin Taysonning hamma jangi deyarli bir xil kechardi. U dastlabki raundlarda hujum qilardi va raqibini nokautga uchratardi. Men eslayman, o'sha bolaligimda video kasetalar bo'lardi, Tayson janglari degan video kasetalar bo'lardi. Katta qarindosh yoki katta yoshli qarindoshlar yig'in bo'lganda shu kasetani ko'rib tomosha qilishardi Taysonning jangini. Men o'zim o'shanda hammasi birinchi raundda tugab qo'yardi. Lekin men jurnalistik faoliyatimni boshlab, sekin sportni yoritishni boshlaganimda, keyinchalik sharhlashni boshlaganimda Tayson asosan qiynalardi. Yutqizardi, Lyuisga yutqizgan, Holyfieldga yutqizgan, ikki xil Taysonda. Ya'ni o'sha janjallarga aralashguncha bo'lgan Kasda Mato shogirdi Tayson bu boshqa bokschi, bu ideal bokschi deyishimiz mumkin. Keyin o'ta yosh ham chiqqanda adashmasam. Ha, 17 yoshda jahon chempionligiga kurashgan. Keyingi o'sha deylik fotomodelga uylanib, keyin u bilan ziddiyat yuzaga kelib, Don King bilan urushib, murabbiy almashib, buni endi kinolarda ham ko'rgansizlar. O'shandan keyingi Tayson bu boshqa Tayson. Bu o'sha baza bilan lekin hech narsa uni rivojlantirish uchun hech narsa qilmayotgan Tayson. Bir paytlar Labanovskiy zo'r gapirganda anaqa haqida. Shevchenko endi chiqib kelgan paytda Ronaldo bilan solishtirib, jurnalist savol bergan. Shevchenko bilan Ronaldo braziliyalik. Albatta. Aniqlik kiritib ketay, hamma Cristiano. Keyingi avlod vakillari uchun. Braziliyalik Ronaldoni solishtirganda nima farq ko'rasiz deyishganda, Labanovskiy aytgan, Ronaldo dahshat talant degan, lekin men Shevchenkoni ustun qo'yaman. Nimagaki bu yog'iga Ronaldo rivojlanmay qo'ydi degan. Shevchenko esa o'sishda davom etadi degan va shu gapi to'g'ri chiqqan. Ronaldo to'xtagan, braziliyalik Ronaldo o'sha talanti bazasida ketgan. Yana jarohat. Jarohat nimadan kelib chiqadi? Nima uchun Messi va Cristiano jarohat olmaydi? Nima uchun? Endi chunki ular jismoniy holati ustida tinimsiz ishlaydi. Shu uchun mehnat qiladi. Hozir sobiq futbolchilarning memuarlarini o'qing, sobiq futbolchilarning videolarini ko'ring, ular Ronaldo nima deyshadi? U mashg'ulotga kelmasdi, kechasi uxlamasdi, barlarda yurardi, tungi klublarda yurardi. Xullas nima qilsa qilardi deyshadi. U o'smagan, buni Labanovskiy ko'rgan va Shevchenko u payt hali oltin to'p olmagan edi. Hali endi Dinamo Kiyev yulduziga aylangan. Keyin nima bo'lgan? Milan oltin to'p va u o'sgan, Ronaldo pasaygan. Xuddi shu narsa Taysonning faoliyatida ro'y bergan. U o'smagan, u to'xtagan, rivojlanmagan. Ba'zani o'zi esa yangi avlod Lyuis Holyfieldlarga bardosh bera olmagan. Mana kecha Canelo bilan Crawford jangida shu narsani ko'rdimki, Canelo kuchi bor, bosim qiladi. Yo'q, u ham professional lekin kuch va bosim jangning ma'lum bir qismigacha ishlaydi. U yog'iga skilllar. Ya'ni skilllar deganda nima nazarda tutamiz hozir? Taktika, funksional tayyorgarlik, reja, vaziyatga moslashuv, variativlik, bir xillikdan qochish, bular hammasi ishlangan bo'lishi kerak. Oldindan bo'ldi. Bir rejaga o'tdik. Masalan, bir xil payt ko'ramiz, futbolda ham murabbiylar raqamlarni nimadandir ko'rsatishadi. Uni sizlar bilmayman. Ya'ni sizlar bilmaysizlar. Futbolchilar tushunadi. Ya'ni o'sha mashg'ulotda aytilgan, bu 3-rejaga o'tamiz, 4-rejaga o'tamiz. Xuddi shu narsa boksda ro'y berdi. Canelo rejasi yetmadi. Crawford uni oxirgi raundlargacha ochkolar bo'yicha yutdi. Toza skilllar bo'yicha yutdi. Boks bo'yicha yutdi. Kuch bo'yicha emas. Tayson kuch bo'yicha ketdi. Bu yoqdan skilllar bilan kirib keldi yosh avlod va uni o'chiribdi, yo'q qilib tashladi ringdan. Davron aka, men eng yorqin janglarni aytmadim. Shuning uchun meni xotiramdagi yorqin janglar
faoliyatimni boshlagandan keyin Taysonning quloq tishlagani, Holyfield yutqazgani, Lyuis yutqazgani mani ko'zim oldida bu ezilgan, qiynalgan talantini ro'yobga chiqara olmagan Tayson sifatida qoldi. Lekin shu Taysonni ham men yaxshi ko'raman. Shu Tayson ham avvalgi bagaj hisobiga, avvalgi imij hisobigami bilmayman, juda ham odamlarda yorqin taassurot uyg'ota olgan. Suhbatga tayyorgarlik ko'rish davomida sun'iy intellekt bilan suhbatlashdim va oxirgi 30 yildagi eng yaxshi yorqin bokschilarni sanab ber deganimda ro'yxatni boshida men Tayson bo'ladi deb o'ylagandim. Chunki 30 yillik ichki faoliyatning ichiga Tayson ham kiradi. Ammo u bu ro'yxatni avvalida bu ham katta nomlar. Mayvezerni beryapti, Floyd Mayvezer, Manny Pacquiao'ni beryapti, Roy Jonesni beryapti. Ular yengil vazn toifasidagi, nisbatan yengil vazn toifasidagi bokschilar. O'z umuman vazn toifalari muhim ahamiyatga ega, chunki jangni yorqinligida, tomoshabin ko'rayotgan jangni yorqinligida. Avval unaqa emasdek ko'rinadi. Aynan Klichkolar paydo bo'lgandan keyin negadir men og'ir vazn toifasidagi boksda bir yorqinlikni ko'rmadim. Mana bu men sanagan Mayweather, Pacquiao bularni jangi bu qandaydir odamga zavq beradi. Boksga uncha qiziqmaydigan odamga ham yoqardi. O'sha to'g'ri ta'kidlab o'tildi, og'ir vazn toifasida Klichkolar davri deyshadi, pasayish davri hisoblangan. Va boksdagi pasayish faqat o'sha qing'irishlarning kasofatidan emas, tabiiyki bu balki o'sha poydevori bo'lgan, lekin real sabablari ham bor. Chunki boksda o'sha promouterlar ehtiyotkor bo'lib qolishdi. Yaxlitlilik yo'qoldi, yo'nalishlar ko'payib ketdi. Chempionlarni asrab avaylab boshini silab o'rtacha raqiblar bilan urushtirishni boshladi. Bu Yevropa boksidan kirib keldi. Chunki amerikaliklar baribir shouga moyilligi bor edi. Yevropada esa pragmatik boks yuzaga keldi. Germaniyada rivojlandi promouterlik kompaniyalari, Angliyada rivojlandi promouterlik kompaniyalari va ular o'sha rivojlanib olish, menda buncha chempion, Amerika promouterlarida buncha chempion deb ularga teng kelish, bas kelish uchun, bahslash uchun ular o'z chempionlariga oson janglarni taqdim etishni boshlashdi. Odamlar baribir his qiladi bu narsani. Mana UFC nima otildi cho'qqiga. Show Konkret tushunarli. Eng zo'r bilan urushadi. Bitta kamar bor bitta vaznda. To'g'ri. Mana shu ham muhim, rostdan ham. Men rostdan ham eshitmaganman UFC'da IBF, WBA, WBO shunaqa kamarlarni rostdan ham. Vaznlar ham avval tushunmasdim. Vaznlar ham ko'p emas. Boksda vazn ko'p, yo'nalish ko'p, chempion promotionlar ko'p aralashib bir-birini inkor qiladi. Mana yana o'zim bu ko'rsatuv 4-5-marta futbol bilan parallel olib boryapman. Endi futbol sharhlovchilarimizda futbolda ham shu narsa bor hozir. Yaxlitlik yo'qolib qolyapti futbolda, turnirlar ko'payib, turnirlar ko'payib, non-stop to'yib ketyapmiz. To'yib. Qani zo'ri kim o'zi degan savol. Bu buni yutgan, bu buni yutgan, bu buni yutgan. Qaysi biri zo'r? Yo'q u narsa. UFC nima qildi? Oddiylashtirdi, bo'ldi mana. Mana chempion, mana chempion. Ya'ni mana chempion, mana da'vogar. Urushda bu chempion yutdi, bo'ldi. Boshqa yo'q chempion. Shu zo'ri UFC'ni bugungi kundagi o'rta vaznning eng zo'ri mana shu. Hammasi oddiylashtirildi va tomoshabin bu tomonga qarab ketdi. Va ayash bo'ldi. Mana chiqib keldi chempion Germaniyadan, Klichko Germaniya promotionlaridan chiqib kelgandi. Shunday. Klichkolar chiqib keldi. Ular zo'r edi. Maktab zo'rda Germaniyada. Maktabi ham, skillari ham, jismoniy kuchi, tashqi ko'rinishi tayyor produkt edi-da, mahsulot edi. Bervar Amerikaga qiladi o'shalar, shundan Tayson qiladi. Lekin germaniyaliklar asrab avaylab Klichkolarni uslubigacha ta'sir qildi. Ular avval yengil vaznlardan boshlashmadimi? Grigorian ham ular bilan. Ular avval super nokautchi edi. Ularning nokautchilik foizi kam emasdi 90-yillar bokschilaridan. Lekin chempion bo'lgandan keyin ehtiyotkor bo'lib qoldi. Juda ehtiyotkor bo'lib qoldi. Ular urgan Vitaliy Klichko to'g'ri Lyuisga yutqizgan edi, lekin men o'sha jangni sharhlaganman. Undan zo'r edi. Undan zo'r edi. Aytayapman-ku.
hamma tan olardi zo'rligini, lekin unaqa fanatizm darajasiga chiqib ketmagan qanaqadir bularni promotorlar bo'g'ib qo'yishdi deb o'ylayman, potensialini bo'g'ib qo'yishdi. Va keyin yaxshiyamki o'sha o'rta vazn to'g'ri aytildi, o'rta vazn toifasida yuqori templi janglar, Pakyao nimasi bilan yana e'tiborini tortdiki, u bitta vaznda chempion bo'ldi. U o'sha tizimni sindirishga harakat qildi. Bitta kamarni oldimi, ikkinchisi uchun urushdi. O'sha kamarni da'vogari bilan urushmadi. Ikkinchisi uchun, uchinchi, to'rtinchi kamarni olgandan keyin, yo uchinchi kamarni olgandan keyin bo'ldi dedi, keyingi vazn. 7 ta toifada urushdi. Pakyao bo'lish uchun 7 ta vazn toifasida jang qildi. Dahshat bu. O'shandan keyin odamlar wow, Manny Pakyao deb tan berib yordi. Boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q. Floyd Mayweather nima qildi? U amerikancha yo'ldan ketdi. Ya'ni u PR qildi, u o'ziga e'tibor, lekin Mayweather juda ham aqlli. Dunyodagi eng aqlli jangchilardan biri. Bu uni urish qiyin, uni zarbada tutish qiyin. 3-4 marta yuzidan ishga o'zi keyinchalik puli ko'payib Money degan nom qo'yib oldi o'ziga, lekin oldin Pretty Boy edi. Hech qachon yuzdan jarohat olmagan ekan. Ma'lum bir darajaga chiqquncha. Boks tushar ekanda, udalarda qochardi. Qoshi ham yorilmagan, burni ham sinmagan, yuzidan qon chiqmagan ekan janglar paytida. Keyin ma'lum bir darajaga chiqqandan keyin bo'ldi u narsalar, lekin o'shangacha Pretty Boy edi. Keyin Money bo'lib ketdi. Yuzi yorilgandan keyin menimcha o'zi ham o'zgartirib olgan bo'lsa kerak. Mayweather shu yo'l bilan chiqdi va raqobat paydo bo'ldi. Mana eng zo'ri bu ekan, eng zo'ri shu ekan degan narsa evaziga boks yana sekin reanimatsiya bo'lishni boshladi, jonlanishni boshladi, yuragi urishni boshladi. Bo'ldi, hozir mana yana sal jonlanib, yangi nomlar chiqdi. Tyson Fury showman bo'lib chiqdi, yaxshi e'tiborni tortdi. Bar PR rol o'ynaydi-da boksda. Juda katta rol o'ynaydi. Chagayev qaysi tipdagi bokschi edi haligi? Mana bo'ldi-ku biz yorqin 90-yillarni 2000-yillar boshini avlodi boks ma'nosida va keyingi Klichko davri u ham og'ir vaznda edi. Endi aytmoqchi bo'lganim u qaysi maktab vakili edi. Valuyev bilan jangni hammamiz xotiramizda qolganmiz, lekin ungacha bo'lgan uni yo'li bor. Baribir Chagayev unda baza kuchli edi, havaskor boks bazasi. U jahon chempioni Felix Savonni yutib turib professionalga o'tgan. Ya'ni Chagayev katta, mana hozir bizning bokschilar ham shu yo'lni bosib o'tishyapti. Katta havaskor maktabidan o'tishyapti va bu holatda ozgina vaqt ham yutqizadi. Misol Meksikaliklar 18 yoshdan professional boks qilgan. Ularga kerak emas havaskor. Kuba deylik yo o'sha sobiq ittifoq davlatlari, yana bir qancha davlatlarda 30 yoshgacha havaskor boksda ishtirok etib, keyin bitta chempion bo'ladi deb bo'ldi. Mana Chagayevda taxminan shunaqa holat bo'ldi. Havaskor boksda uzoq muddat ishtirok etdi, pro boksga o'tdi. U ham darvoqe Germaniya promoushonlarida boshlagan. Keyin pikka chiqqan payt raqobat kuchliligi hisobiga uzoq muddat pikda qola olmadi. Ya'ni Chagayev ham o'sha bitta pik cho'qqiga chiqdi va keyin sekin-sekin pasayish bo'ldi unda. Lekin uni o'sha omadi kelmagani u o'sha umumiy og'ir vazn toifasidagi pasayish davriga to'g'ri kelib qoldi. Unda eng yorqin personaj Valuyevmidi? Valuyev toza boks nuqtai nazaridan uni uncha tan olmasdi. U bahaybat devsimon odam edi. Jismonan uni urish, yiqitish juda qiyin edi. Personaj o'zini yuz tuzilishi, tashqi ko'rinishi e'tiborni tortardi. Lekin misol yoniga Alini qo'yadigan bo'lsak, bular xuddi ikki xil sport turida. Alini texnikasi va Valuyev texnikasi. Shu davrga to'g'ri keldik Chagayev, lekin baribir tan olish kerak, o'sha Nikolay Valuyev chempion pik paytida ura olgan bokschi sifatida tarixda qoldi. Diletantning savoli ko'p aytiladi. Men shunaqa havaskorman, diletantman boks ma'nosida. Havaskor boks bilan prof boksni orasini uzul kesil ajratib bering. Ya'ni o'sha ringdek ko'rinadi. To'g'ri, avval havaskor boksda shlemda jang qilishardi bokschilar, erkaklar. Hozir ayollarda qolgan, erkaklarda yo'q. Hozir shlem ham olib tashaldi. Qo'lqoplar boshqacha bo'ladimi? Nima boshqacha bo'ladi? Ya'ni boshqachaligini bilamiz. Hamma aytadi. Lekin endi ko'pchilik buni tushuntirib bera olmaydi masalan.